Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Narxi qancha mehrni aytingdan mast ayladigacha Ulug'bek Yo'lchiyev mashhur bo'lish uchun sarflagan 10 yili haqida. Mayin esir shabboda, mast ayladi kabi bir nechta qo'shiqlari hit darajasiga ko'tarilgan xonanda va bastakor Ulug'bek Yo'lchiyev 2 marta ijodni boshidan boshlagani va hit bo'lgan qo'shiqlari haqida so'zlab berdi. Qaytadan ijodni boshlamayman, ozroq yordam berib yuboring degan gapni o'zimga ep ko'rmadim. 9 yildan oshiq vaqt davomida Shohzamon taxallusi bilan ijod qildim. O'sha vaqtda prodyuserim bo'lar edi. U bilan birga ishlamaganmiz, lekin kutilgan natija bo'lmagan. Bunga qo'shimcha mablag' masalalari sabab bo'lib ijodni to'xtatdim. San'at ichida juda ko'p insonlar bilan tanishman, lekin tanishlar oldiga borib boshqatdan ijodni boshlagandim. Shunga ozroq yordam berib yuboring deyishni xohlamadim. Bundan ko'ra o'zim boshidan boshlayman dedim. Chunki Shohzamon bo'lib yurgan vaqtlarim ozg'inroq bo'lganman. Ko'rinishim, qo'shiq yo'nalishlarim ham boshqacha edi. Mayli, ismim o'zgarsa ham, hech kim tanimasa ham to'xtamay ijod qilaverishim kerak dedim. Garchi ich-ichimdan mashhur bo'lishimni kutsam-da, hammasiga rozi bo'ldim. Agar nasib qilgan bo'lsa, hamma taniydi. Harakatlarim samara bermasa, unga ham ko'naman dedim. O'zimga o'zim. Shularning hammasini bo'ynimga olib, hech kimning yoniga bormasdan qayta ijodni boshladim. Nima bo'lishi kerak bo'lsa bo'ldi. Yillar davomida o'tgan umrim va mehnatlarimga achinmayman deydi xonanda. 10 yil ijod qilgan bo'lsam, Sardor aka Rahimxon bilan kuylagan qo'shig'im biroz ommalashdi. Qolgan 1-2 qo'shiqlarim to'p darajasiga ko'tarilmagan bo'lsa ham, o'zining muxlislariga ega edi. Qayta ijodni boshlaganimda shu kichkina auditoriyam ham na ko'rinishim va na ovozimdan meni tanimagan. Bu ham yaxshi edi, chunki ozroq bo'lsa ham suvagim qotib, ko'p narsa kutmasdan bor e'tiborimni ijodga qaratdim. Balki agar o'sha vaqtda kimdir tanib qolib, oldingi ijoding yaxshi edi, ma'noli qo'shiqlar aytarding deganida yana to'xtab qolardim, deya fikrini izohlaydi Ulug'bek Yo'lchiyev. Jasur Umirov bilan aytgan duetimiz YouTube'ga chiqmadi. Jasur Umirov bilan duet aytgandik. Bir konsertda birga kuyladik ham. Keyin qo'shiq qilib chiqarib, klip olamizmi desam, rasmlaringni tashla, chiroyliroq bo'lsa chiqaraman dedi. O'zi shunaqa, menga haddi sig'ib qo'pol gapiradi. Men ham senga rasmim yoqmay ketsin deb suratimni jo'natmadim. Shu bo'yi qo'shiq chiqmadi, lekin baribir aka yaxshi inson. Birovga yomonlikni tilamaydi. Agar yomonligi tegsa, buni o'ziga ham aytardim. Hozir hammasi joyida. Aslida ham u darajada katta kelishmovchilik bo'lmagan. Endi u gaplarni erkak kishi bo'la turib gapirsam yarashmaydi. Hamma ishda ham mayda gap so'zlar bo'lib turadi. Bu gaplar ko'ngilga tugib qo'yib, hamma joyda aytib yuradigan narsa emas. Oddiy qabul qilganman. Shunday hazil-huzul gaplar ham bo'lganda. Ulug'bek Yo'lchiyev xonandalikdan tashqari bastakorlik bilan ham shug'ullanadi. U shu kunga qadar o'zbek estradasidagi bir nechta xonandalarga qo'shiqlar yozib berganini aytadi. Xonandalar Jasur Umirov, Hamdam Sobirov, Bahrom Nazarov, Botir Qodirov va Vio Marakand guruhiga qo'shiqlar bastalab berganman. Bahrom Nazarovning Olcha gulli bodom qo'shig'ini, Botir Qodirovning Sevgisi yolg'onim ni yozib berganman. Jahongir Poziljonovning 10 dan ziyod qo'shiqlarining musiqa muallifiman. Shular orasidan jadidlari anchayin ommalashgan. Mast ayladi qo'shig'im Shohruz va Shahloning to'yi sabab trendga chiqib ketdi. Mast ayladi qo'shig'imiz chiqqaniga 1 yildan oshgandi. Bir kuni musiqa bo'yicha ko'p yordami tekkan Jahongir degan ukamiz bilan gaplashib qoldik. Shunda u qidiruvga Ulug'bek Yo'lchiyev deb yozib, playlistimi ochdi. Qo'shiqlarimning ko'pini shu bola bastalagan. Keyin Husan Abzalovning farzandi Sardor musiqasini qilib bergan. Mast ayladini ko'rsatib, klipning ko'rishlar soni nima uchun kamligini so'radi. Yaxshi reklama qildingizmi? Hamma qo'shiqlaringiz yaxshi ko'rilgan ekan. Buni ham ko'tarishimiz kerak ekan dedi. Keyin o'zim ham playlistdagi qo'shiqlarimni ko'rib chiqdim.
Rostdan ham shu qo'shiq kam ko'rilibdi. Oradan 3-4 kun o'tib Shohruz va Shahloning to'yiga taklif qilishdi. Shohruz SMS yozib ertaga to'yi ekanini, Shahlo meni ham to'yga borishimni xohlayotganini aytdi. Ertasi kuni to'yda kelin-kuyov tushib kelayotganda mast ayladingni aytdim. Bir marta aytib bo'lib boshqa ashulaga o'tganimda yana qayta shuni so'rashdi. Xo'p deb yana qayta aytdim. So'ng shu to'y sabab bo'lib qo'shiq tez orada trendga chiqib ketdi. Mayin Esar Shabboda qo'shig'imni Hamdam Sobirovga bermoqchi bo'lganman. Boshida Mayin Esar Shabboda qo'shig'ini aytmoqchi emas edim. Qo'shiqni yozgan vaqtimda pul juda ham kerak bo'lib qoldi. Shunda ashulani Hamdam Sobirovga bermoqchi bo'lganman, lekin Hamdam klip olayotgani uchun 1-2 kun ichida ofisga kelmagan. Qo'shiqni olmaganidan so'ng unga jahl qilib hazil tariqasida retro uslubiga qo'yib, klip tayyorlab chiqarib yubordim. Qo'shiq bir kunning o'zidayoq mashhur bo'lib, Instagramda 1 million marta ko'rildi. Shundan so'ng Hamdam mendan xafa bo'lib qoldi. Ba'zida biz yomon deb o'ylaganimiz aslida yaxshilikka bo'lar ekan, deydi xonanda Ulug'bek Yo'lchiyev.